Nuriddinov Zoychon Qosimjonovичni sessiya kotibligiga tayyorlashni taklif qilmoqdalar. Boshqa takliflaring bormi? Bo'lmasa sessiya kotibligiga Nuriddinov Zoychon Qosimjonovичni saylashni degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'rayman. Takliflar hozirlar. Rahmat, qarshilar. Betaraflar yo'q. Nuriddinov Zoychon Qosimjonovich o'z joyingizni egallanishingizni so'rayman. Hurmatli deputatlar, endi sessiya kun tartibi va ish reglamentini tasdiqlashimiz kerak. Sessiya kun tartibiga qo'yilgan 12 ta masalani kiritmoqdamiz. Barchangizga kun tartibi va ish reglamenti tarqatilgan deputatlar. Kun tartibidagi masalalarning ko'pligidan inobatga olib, har bir ma'ruzachi uchun 10 daqiqa, qo'shimcha savollar yoki takliflar uchun 5 daqiqa ajratamiz. Tavsiya etilayotgan kun tartibi va ish reglamentiga qo'shimcha yoki o'zgartirishlar bormi? Demak, amal o'zgar. Ro'zlar ko'pida tasdiqlangan. Rahmat. Betaraflar qarshilar yo'q. Hurmatli deputatlar, endi kun tartibidagi birinchi masala bo'yicha O'zbekiston Respublika Prezidentining 20-oktyabr 2025-yildagi aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlarda ishonchli muhofaza qilish sohasini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish to'g'risidagi 185-sonli farmoni tuman ijrosi to'g'risida so'z yurish uchun so'zdan Qozog'iston tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i Ahmadjonov A'zamjon Mamatjonovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli Odilxon Hasanovich, hurmatli deputatlar va ishtirokchilar, ruxsat bersangiz, qisqacha shu chorak davomida farmon bo'yicha amalga oshirilgan ishlarga hisobot bersin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 20-oktyabrdagi aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan ishonchli muhofaza qilish sohasini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish to'g'risidagi Prezident farmon 185-sonli farmonga asosan belgilab berilgan vazifalar bilan faoliyatimizni tubdan o'zgartirib, umuman yangicha tizim yaratib berildi. Farmon talablaridan kelib chiqib barcha inspektorlarga mahallamizni favqulodda vaziyatlardan muhofazalangan hududga aylantiramiz mavzusidagi ustuvor vazifa etib belgilanganligi, mahallalardagi muammolarning yechimini topishga hamda xavfsiz muhitni yaratishga asosiy turtki bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar xodimlarining asosiy vazifasi etib sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda holatlarni oldini olish yo'nalishidagi amalga oshirilgan ishlarga to'xtalib o'tsak. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bo'yicha jami kelib tushgan murojaatlar 404 tani tashkil etgan bo'lib, ular asosiy davlat xizmatlari markazining MyGov.uz davlat xizmatlari portali orqali kelgan 29 ta yer tanlash, 347 ta o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkasi hamda unda qurilgan bino va inshootlarni, 2 ta sodir bo'lgan yong'in, 5 ta bino va inshootlarning yong'in xavfsizligi talablariga muvofiqligi to'g'risidagi xulosa hamda 21 ta oilaviy nodavlat ta'lim tashkilotlaridan kelib tushgan bo'lib, barchasi ijrosi ta'minlandi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar, hokimlik, idora va jamoatchilik tuzilmalari bilan hamkorlikda olib borilgan keng qamrovli profilaktik tadbirlar natijasida umumiy favqulodda holatlar 4 dan 3 ga 3 taga sodir bo'lib, o'tgan yilga nisbatan 1 taga kamayishga erishildi. Sodir bo'lgan favqulodda holatlarning sabablarini tahlil qilganimizda 2 ta elektr simlarini qisqa tutashuv va 1 ta ochiq olovdan foydalanishda yong'in xavfining qoidalari buzilishiga to'g'ri keladi. Tuman hududida jami 42791 ta aholi turar joylari mavjud bo'lib, shulardan 41576 tasini shaxsiy fuqarolar uylari va 57 ta ko'p qavatli uylardagi 1215 ta xonadonlarni tashkil etadi. Joriy yilning 3 oy davomida 9850
350 ta shaxsiy fuqarolar uylarini va 38 ta ko'p qavatli uylardagi 735 ta xonadonlarni yong'inga qarshi holat tekshirib chiqilib, o'rganishlar davomida 17.340 nafar fuqarolarga yong'in xavfsizligi mavzusida suhbat va yo'riqnomalar o'tkazildi. Tuman hududida 1047 ta korxona va tashkilotlar ro'yxati olingan bo'lib, shulardan davlat asosidagi obyektlarning 104 tasi rejali, 72 tasi kunduzgi tezkor, 52 tasi tungi tekshiruvlar o'tkazildi. Tumanda mavjud bo'lgan tadbirkorlik subyektlarga tegishli bo'lgan 840 ta obyektlardan 75 tasini vakolatli organni xabardor etish tartibida yong'inga qarshi tekshiruvlar o'tkazildi. Bundan tashqari tasdiqlangan reja grafikka asosan 12 ta tadbirkorlik subyektlariga tegishli obyektlarga yong'in profilaktik tadbirlar o'tkazildi. O'tkazilgan tekshiruvlar va profilaktik tadbirlar davomida korxona va muassasa rahbarlariga 452 ta banddan iborat davlat yong'in nazorati organlarining yozma ko'rsatmalari taqdim etildi. Ularning 375 tasini 83% bartaraf etilishiga erishildi. Olib borilgan profilaktik tadbirlar davomida 138 marotaba korxona va tashkilotlarda 3610 nafar ishchi xizmatchilar ishtirokida va 30 marotaba mahallalarda 730 nafar fuqarolar ishtirokida uchrashuvlar davomida yong'in xavfsizligi mavzusida suhbat va yo'riqnomalar o'tkazildi. Insonlar hayotini yong'inlardan himoya etish, keng omma orasida targ'ibot, tashviqot va tushuntirish ishlarini olib borish maqsadida markaziy va mahalliy televideniyalar orqali 5 marotaba ko'rsatuv va roliklar hamda elektron reklama tablolarida 10 marotaba roliklar namoyish etildi. Obyektlardagi radio tarmoqlari orqali 285 marotaba radio eshittirishlar uzatildi. Hamda mahalliy va markaziy ro'znomalar 5 ta maqola chop etildi. Shuningdek 47 ta internet sahifalar orqali chiqishlar tashkil etildi. Bundan tashqari tumanda o'tkazilgan tadbirlar, umumxalq bayramlari, sport musobaqalari va boshqa tadbirlarda favqulodda vaziyatlarning oldini olish va yong'in xavfsizligini ta'minlash borasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar belgilanib ijrosi ta'minlab kelinmoqda. Qisqacha ma'lumotimiz yakunlandi, lekin hozirda Burxon Anasxonov tumanda 10 nafar inspektor shtatlari berildi. Mana shu farmonga asosan oldin bizda 4 nafar yong'in davlat inspektori shtat bo'lib turib, hozir 10 ta bo'ldi. Bitta inspektorga 4 tadan 6 tagacha tumanda 56 mahalla taqsimlab berib, ishni boshlashdi hozir. Bittadan shu belgilangan mahallada alohida xizmatxonalar tashkil etildi. Bu hozir ish jarayonida hammasi. Qolgan mahallalarda xizmatxonasi yo'q mahallalarda alohida burchaklar tashkil etildi. 10 ta inspektorimiz hozir xizmat faoliyatini to'liq boshlagan, farmon asosida ijrosi ta'minlanyapti. Alohida yana keyingi hisobotlarni ta'min etish natijasi. Hurmatli deputatlar, sabah o'qigan uchun favqulodda vaziyatlarning boshlig'i hokimimiz. O'shanda hisobotda ishlayotganlarga birga ushlandi. Hozir Zoom bo'lyapti o'sha xonada. 15-20 minutda qaytib kiradilar. Bu şey savol bormi deputatlar? Marhamat, avvaliga. 7-Shirinbog' saylov okrugidan avval nazarda 20-oktyabr 2025-yilda Prezident farmoni 185 da deyapsiz. Bu nima oldingi holatlar? Mana misol ma'ruzangizda aytyapsiz, o'tgan yil 4 ta, bu 3 ta. Bittaga favqulodda holat, bu yong'in bo'yicha aytdingizmi yo umuman boshqa narsa haqida aytdingizmi? Yil davomida hammasiga 4 ta yong'in